Aziz ayollarimiz, men sizlarga bugun Misr ayollarini go'zallik sirini ochmoqchiman. Nima uchun Misr ayollarining yuzlari juda ham silliq va chiroyli bo'lgan? Sababi ular oq loy, ya'ni glinali maskalardan foydalangan. Mana bugun biz ham sizlar bilan oq glina, ya'ni oq loydan juda ham professional maska tayyorladim. Bu maskaning tarkibida kollagen, gialuron kislotasi va juda ham vitaminlarga boy bo'lib, ayniqsa yuzida kosmetikalar yaxshi yotmayotgan yoki makiyajlar silliq chiqmayotgan ayollarga juda ham foydali. Haftada 2 marta ishlatasiz, hech qanaqa kosmetologga borishingiz ham shart emas. Chunki bu maskamiz poralarni qisqartiradi, lifting effekt beradi, ya'ni yuzni juda ham yaxshi tortadi. Haftada 2 marta yoki 3 marta qilganingiz bemalol sizga yetadi. Effektini bir martada bilishingiz mumkin. Chunki bu juda ham zo'r, juda ham qimmatbaho bo'lgan oq loydan tayyorlangan maskamiz. Bir marta ishlatganda effekti juda ham zo'r bilinadi. Ya'ni poralarni qisqartiradi, yuzni tortadi, oqartiradi va juda ham zo'r yoshartirib beradi. Bemalol zakaz berib, olib ishlatib ko'rishlaring mumkin. Juda ham silliq va chiroyli chiqdi. Mana maskamiz, o'zlaring ko'rishlaring mumkin.